Hamma hello o'rtoqlar sizlar bilan shu ikkini tekinga olishni sizlarga o'rgataman. Nima deydi? O'shani sizlarga tekinga olish yo'lini o'rgataman aka. Google kirib olamiz. Cloudflare temp mail deb yozamiz. Keyin Cloudflare birinchisiga bosamiz, birinchi chiqqaniga. Bu yoki telefonda ishlamaydi. Mana bunday qilasizlar. Mana versiyani APKga bitta bosib olsanglar ishlab ketadi o'zi. Mana. Chiqaman, boshqatdan ko'rsataman. Email. Mana ishlamayapti deydi. Versiyani APK degan. Versiya для APK degan joy bor, o'shani bosasizlar. Ishlab ketadi. Yana bitta bossanglar mana oddiy holda ishlaydi. Create new email bosasizlar. Bu yerdan manada tanlaysizlar. me. Mana shuni bor, ana shunaqa anodan kirsanglar, masalan men ochaman salom 1 2 3 4 5 mana 1 2 3 4 5 salom. Create new bo'ldi, yaratilyapti. Tamom. Ochildi. Bo'ldi, ochildi. Endi nima qilamiz akalar? Mayda emailni kopirovat qilib olamiz. Mana akalar, men brauzerdan kirdim. Brauzerdan kirgandan keyin mana mayda tak. Keyin bu yerda parolni bilmaymiz-ku degan bo'lsa, bu yerda akkauntga vxod qilyapsizlar sizlar. Mana bosasizlar. Короче, mana bosganlarni ko'kdan men belgilab qo'yaman. Ana shuni bosasizlar. Keyin использовать parol bosamiz. Bo'ldi, mana ko'rib boyagi продолжить bosganlardan keyin mana parol сохранен deyapti. Bo'ldi, okey bosib olasizlar. Keyin kod deyapti. Kodni qayerdan bilamiz degan bo'lsanglar, qarang. Tak, mana versiyani qilgan yo'q edi. Mana yerda ko'rinyapti. Mailboxga qarach. Mailbox degan joyga kiramiz. Keyin maydan kod keyin bo'lasizlarga qarach. Kopirovat qilasizlar-dagi ChatGPT yana terakkan joylarga o'tasizlar. Bosib turamiz, stavit qilamiz. Продолжить. Ketdi, endi ism yozamiz. Ismni ham salom 1 2 3 qo'yaman. Tak, bu yerda salom 1 2 3 qo'yib bo'lmagan. Tak, 10 2000. Bu yerda xohlaganchalarga terasizlar. Maslahatim sal pastroq qilasiz. Pastroq, katta, yoshlarni kattaroq qilasizlar, qarach. Продолжить bosasizlar. Bosganlardan keyin mana ChatGPT для учителя deb yozib chiqdi. Bo'ldi, хорошо, продолжаем, пропустить. Bo'ldi. O'rgataman deyapti, o'tkazib Tak. Продолжить учитель deyapti. Bo'ldi, mana akalar. Tepada ko'rayotgan bo'lsangiz 5.2 qo'yilgan. Bu yerda xohlaganlaringcha tekshirib ko'rsanglar bo'ladi. Mana ko'p balo narsalar bor. Xohlasanglar rasm yaratsanglar bo'ladi, xohlasanglar promptlarni kuchli qilib yaratib beradi. Короче, mana rasmlar qo'shsanglar bo'ladi, takoy. Ko'rganingizda mana yozasizlar, короче, xohlaganlaringizni yozasizlar. Limit yo'q, xohlaganlaringcha ishlatasizlar. Mana akalar, bugungi videomiz sizlar bilan ChatGPTning 5.2 versiyasini tekinga olishni o'rgatdim akalar. Hammaga rahmat tomoshabinlaring uchun. Hozirgacha tomosha ko'rgan bo'lsanglar, like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirsanglar, men xursand bo'lardim. Hammaga rahmat.